Mana Qo'shchirchiq tumani Shodlik MFI Beshterak ko'chasidan fuqarolar tomonidan millar ko'rsatuviga murojaat kelib tushgandi. Ushbu murojaat bo'yicha Qo'shchirchiq tuman obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan chiqib joyida o'rganilganda holat haqiqatan ayanchli ahvolda bo'lganligi sababli bu hududda obodonlashtirish ishlari olib borilib, yo'llar chuqurlari to'g'irlanib, yo'llar tekislanib, qum shag'al aralashmasi tashaldi. Ushbu Beshterak ko'chasidagi muammosi bartaraf qilinib, bu yilgi mavsumda bunday holat yuzaga kelmasligini ma'lum qilamiz. Biz endi millar ko'rsatuvga murojaat qilgan edik. Ular kelib, shundan 3-4 oy oldin kelib ko'rib ketdi ko'chamizning qanaqa ahvollarini. Juda qiynalib ketgan edik. Oyoqlari suv bo'lib, bari qiynalib, mashina yuramaydi, hech pala qilmay. Endi shundan keyin mana Abadandan kelib shag'allashtirib beryapti. Bularga rahmat. Shunchalik sudan beri bee'tibor qoldirmasdan shag'allashtirib, ana arg'ariq bo'lib yotgan yerlarni nima qildi? Tekis bo'lib turibdi, shag'allashib.